Mana shu dori vositalarni ichirasiz. Mana yaxshilab o'rganib chiqing. Bu antibiotikimiz, bu probiotik, bu zamburug'ga qarshi dori vositamiz. Ham yo'talga qarshi, bu esa ingalyatsiya hisoblanadi. Mana yaxshilab o'qing, tushunmagan narsangizni savol bersangiz tushuntirib beraman. Oho, namuncha ko'p dorilar. Bularni hammasini ichish shartmi? Kamroq dori yozib bering. Yo'q, qarang. Bitta narsada, mana siz antibiotik qabul qilganingizdan keyin organizmda bizga kerak va kerak emas bo'lgan ichaklarimizdagi bakteriyalarimiz nobud bo'lib qoladi. Shunaqa vaqtda bolada disbakterioz boshlanadi, ya'ni ichki ketish kuzatiladi. Shuning uchun biz probiotiklarni qo'shib beramiz. Undan tashqari bu dori vositamiz esa zamburug'ga qarshi dori vosita hisoblanadi. Ana endi ichaklarda bizga kerak bo'lgan bakteriyalar nobud bo'lgandan keyin zamburug'lar yoppasiga ko'tariladi. Natijada stomatitlar, молочницаlar va bolada ostilarida qizarishlar kuzatilishi mumkin bo'ladi va bundan bola qiynaladi. Shuni oldini olish maqsadida men bu dori vositasini yozib berdim. Bu esa yo'talga qarshi, bu esa ingalyatsiya. Bu bir ortiqcha narsani o'zi yo'q. Bo'ldi, tushundim. Rahmat kattakon. Yordam bersa bo'ldi muhimi. Xudo xolasa yordam beradi.